5. Bab. Buningdan uzun o'tmay Yahudiylarning bir heti yetib keldi. Shunga Hazreti Ayso Yerusalimga bordi. Yerusalimdagi qo'y darvozasining yanida İbrani tilida Beytasta deb atiladigan bir ko'lchak bo'lib, uning atrofida 5 peshayvon bor edi. Bu peshayvonlar ostida bir to'p qarg'u, to'kur va polasa yetishadi. Ular yetib, ko'lchakning suyuning chayqilishini kutatdi. Chunki Xudoning bir farishtasi turib ko'lchakka tushib, suvni chaqaydi ekan. Suvning chayqilishidan keyin ko'lchakka birinchi bo'lib kirgan kishi har qanday kasaldan xalos bo'ldi ekan. U yerda 38 yil kasal tatgan bir bemor bor edi. Hazreti Ayso bu to'kir odamni ko'rdi va uning uzundan beri shu ahvolda ekanligini bilib, uningdan saqiyib ketishni xohlamsan deb so'radi. Bemor mundaq javob berdi: Hazratlari, suv chayqalganda meni suv tushiradigan odamim yo'q. Men tushay deguncha boshqa mening oldimda tushib oldi. Hazreti Ayso uningga: o'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang, dedi. Yelqi odam shu an saqiyib, o'rin ko'rpisini yig'ishtirib, mengishga boshladi. Bu Yahudiylarning dam olish kuni edi. Shunga ba'zi Yahudi oqsoqollari saqaygan odamga: bugun dam olish kuni tutsa, Tavrat qonunimizda dam olish kuni ish qilish ma'ni qilinganligini bilib turib, yana o'rin ko'rpangni ko'tarib yursan-ku, dedi. Lekin bemor ularga mundaq javob berdi: meni saqaytgan kishi manga o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang degan tutsa, sana o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang degan zodi kim ekan u? deb so'rashdi ular. Biroq saqaygan odam Hazreti Aysoning kim ekanligini bilmaydi. U yerda odam ko'p bo'lganlikdan Hazreti Ayso o'zini daldiga elib ostig'ina ketib qoldi. Bu ishdan keyin Hazreti Ayso yilqi odamni markaziy ibodatxonada ko'rib, kesilingdan saqayding. Endi gunoh sodir qilma. Beshingga texmi cho'ng bola qazo kelib qolmasin, dedi. Yilqi odam Yahudi oqsoqollarining qishig'i berib, o'zini saqaytgan Hazreti Ayso ekanligini uqtirdi. Hazreti Ayso bu ishlarni dam olish kuni qilganligi uchun Yahudi oqsoqollari uningga ziyonkashlik qilishga boshladi. Lekin Hazreti Ayso ularga: Xudo otam ta hozirgacha to'xtamasdan ish qilib kelmoqda. Menmi shundoq qilishim kerak, dedi. Shundoq qilib Yahudi oqsoqollarining uni o'ldirish niyati texmo kuchaydi. Chunki u dam olish kunining qoidasini buzib qolmasdan Xudoning o'z otasi ekanligini aytish bilan o'zini Xudoga tang qilgan edi. Hazreti Ayso bu shikoyatlarga javoban Yahudi oqsoqollarga mundaq dedi: bilib qo'yinglarki, o'g'li o'zlikidan hech nima qilolmaydi. Faqat arishdagi otasining nima qilayotganligini ko'rib, ondan shu ishni qila oladi. Otasi nima qilsa, u shuni qiladi. Chunki otasi uni so'yidi va o'zining qilgan barliq ishlarini uningga ko'rsatdi. Ham o'g'li orqali sizlarni hayron qoldirgudek texmi zo'r va ulug' ishlarni ayon qiladi. O'lganlarni otasi qandoq tirildirib, ularga hayotlik ato qilgan bo'lsa, o'g'limi shuningga o'xshash o'zi xolgan kishilarga mangulik hayot ato qiladi. Shundoqla otasi hech kimni so'roqqa tatmaydi, balki o'g'li tatidi. Chunki so'roqqa tatishning butun huquqini o'g'liga bergandir. Buningdan maqsad insonlarning o'zini hurmatliginidek o'g'linimi hurmatlishi uchundir. O'g'lini hurmatmaganlar uni avatguchi otasinimi hurmatmaganlardan bo'ladi. Bilib qo'yinglarki, so'zimni anglab
meni evetküchiga ishonganlar мәңгүлік hayatqa erishgan bo'ladi. Bundaq odam so'roqqa tortilmaydi. Shundaqla o'limdan hayotlikqa o'tgan bo'ladi. Bilib qo'yinglarki, ruhiy o'liklarning Xudoning o'g'lining ovozini anglaydigan vaqt soati yetib kelmoqda. Shundaqla kelib qoldiki, anglab ishonganlar hayotlikqa ega bo'ladi. Chunki otsi o'zi qandaq hayotlik manbasi bo'lsa, o'g'linimi shundaq hayotlik manbasi qildi. Yana uningga so'roq qilish huquqini berdi. Chunki u inson o'g'lidir. Buningga hayron bo'lmanglar. O'lganlarning hammasi mening ovozimni anglaydigan vaqt keladi va ular yerliklardan chiqishidi. Yaxshilik qilganlar tirilib, мәңгүлік hayotga erishidi. Yomonlik qilganlar tirilib, so'roqqa tortiladi. Men o'zligimdan hech nima qilmayman. Faqat otamning aytgani bo'yicha so'roq qilaman. Mening hukmim odildir. Chunki mening niyatim, mening irodamni emas, balki meni evetkuchining irodasini ishga oshirishdir. Agar o'zim uchun o'zim guvohlik bersam, guvohligim bekor bo'ladi. Lekin men uchun guvohlik beradigan boshqa biri bor. Uning menga qiladigan guvohligining rostligini bilaman. Yahyo payg'ambarga odam evetgan emasmidinglar? U haqiqatga guvohlik bergan. Amaliyotda menga bir insonning guvohligi kerak emas. Sizlarni Yahyo payg'ambarning guvohligiga ishinib, qutqizilsin deb bularni aytib. Yahyo payg'ambar nur chechib turgan bir chiroqqa o'xshaydi. Sizlar uning yorug'ligidan vaqtliq bo'lsa-mu, bahramon bo'lishni xohladinglar. Lekin Yahyo payg'ambarning men uchun bergan guvohligidan-mu cho'ng bir guvohlik bor. U bo'lsa-mu, mening yaratgan mo'jizalarim, ya'ni otam mening o'rindishim uchun menga topshirgan ishlardir. Bular otamning meni evetganligiga guvohlik berdi. Meni evetgan otam o'zimi men uchun guvohchidir. Sizlar hech qachon uning ovozini anglamadinglar, qiyofatini ko'madinglar. Uning so'zlari sizlarning qalbinglardan o'rin olmadi. Chunki meni uning evatkiniga ishonmadinglar. Muqaddas yozmalarni tadqiq qilasizlar. Chunki uningdan мәңгүлік hayotga ega bo'lishning yo'lini topalaymiz deb qaraysizlar. Ajaba, bu yozmalar meni Xudo avatadigan qutqizg'uchi deb tonishtirgan emasmi? Shundaq turuqliq, sizlar ya'ni mening yenimga kelib, hayotlikqa erishishni xohlamaysizlar. Men insonlarning maqtashini izlamayman. Lekin men sizlarni bilaman. Qalbinglarda Xudoga bo'lgan muhabbatinglar yo'q. Men otamning nomi bilan kasam, sizlar meni qabul qilmaysizlar. Halbuki boshqalar o'z nomi bilan kasa, uni qabul qilasizlar. Sizlar bir-biringlarning maqtishini qabul qilasizlar-yu, yegona Xudoning maqtishiga ega bo'lishga tirishmaysizlar. Bu holda menga qandoqmi e'tiqod qila olaysizlar? Biroq meni ustimizdan otamga shikoyat qiladi deb o'ylamanglar. Ustinglardan shikoyat qildigan men emas, balki sizlar umid bog'lagan Musa payg'ambardir. Agar sizlar rostdan Musa payg'ambarga ishongan bo'lsanglar, menga ishongan bo'latdinglar. Chunki muqaddas yozmalarda Musa payg'ambar men to'g'riliq yozgan. Lekin uning muqaddas yozmalarda yozgan so'zlariga ishonmasanglar, mening so'zlarimga
qandaqmı işini sizlar?